Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, hurmatli agrohaus kuzatuvchilari. Bugun 2-mart Samarqand viloyati Toyloq tumaniga kelganmiz. Endi joyimizni qayerdaligini hozir Firdaus akamdan so'raymiz. Firdaus aka, avvalambor assalomu alaykum aka. Sonlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Yaxshi keldilaringiz. Alloh dehqonchilikka baraka bersin. Biz keldik, mana inshaalloh yomg'irlar ham yog'ib bordi. Firdaus aka, biz hozir qayerdamiz? O'zingiz bir batafsilroq Samarqand tuman Toyloq Qo'rg'oncha mahalla fuqarolar yig'ini, Qo'rg'oncha mahalla fuqarolar yig'ini. Firdaus aka, bu yerda mana bodring ekkansiz. Endi navini o'zingiz aytsangiz, qaysi navdan ekkansiz bu yerda? NZZN kompaniyasining F1 Melen sortini ekkanmiz. Firdaus aka, hozir mana Melen F1 duragani ekkanman deyapsiz. Keling, bizning videomiz sal boshqacharoq bo'lsin. Chunki bizning videomizni professionallar ham ko'radi, endi dehqonchilik qilmoqchi bo'lgan dehqonlar ham ko'radi-da. Siz bilan noldan boshlaymiz. Ya'ni noldan deganim, mana 1 gektar joyda Melen F1 duragaga ekilgan, to'g'rimi? Siz yerni tayyorlashdan boshlaysiz. Men sizga o'sha kerakli savollarni beray. Shunday bo'lsinki, dehqonlarimiz videoni ko'rgan paytda o'sha noldan to hosilga kirib, terim qilish jarayonigacha bo'lgan holatni bilsin. Endi birinchi bermoqchi bo'lgan savolim, mana 1 gektar yer, to'g'rimi? Teplitsa juda ham oddiy qurilgan, juda zamonaviy emas, oddiy qurilgan. Shu oddiy qurilgan teplitsani yerini tayyorlashda, masalan, qancha go'ng ishlatgansiz, qanaqa deliga, masalan, yerga ishlov bergansiz, shular haqida ma'lumot bersangiz, o'zingiz qilgan ishingizni. Bu yerimizga 8 moshin o'g'it solganmiz, to'g'ri. Endi 8 moshin deganingiz, bu bitta mashina qancha tonna deya olganingiz? Shu 5 ton chiqadi. 5 tonna. 5 tonna. 5 tonna bo'lsa, demak 40 tonna go'ng solingan. Endi bu ko'p dehqonlar nimaga deyishi mumkin? Chunki bizlar aslamni hozir pushta qilganmiz. Shu pushtani ichiga shu solib o'shani o'zini og'dirib, shuni o'ziga ekamiz. Chunki bu yerlarga yuradigan joyga gung kerak emas. Ha, demak siz butun joyga emas, faqat pushtani o'ziga ekiladigan shu pol, shu tomirning tagi gung solingan. Mol go'ngimi yoki qo'yniki? Qo'yniki. Chunki qish vaqtiga qo'ynikni solsa yaxshiroq. Chunki o'zidan issiqlik beradi. Yoz vaqtiga mollikni solsa yaxshiroq. O'shaning uchun solingan, tushunarli. Endi mana 40 tonna go'ng soldim dedingiz. Yerni tayyorladingiz. Yerni tayyorlaganingizdan keyin, demak, keyingi qilgan ishingiz o'zi yeringizda, o'zingizning fikringiz, masalan, Samarqand viloyatida ko'pchilik eshitamiz, nematoda kasalligi ko'p bo'ladi. Endi siz yeringizda nematoda yo'q. Nematoda yo'q. Yeringiz toza, yaxshi. Xo'p. Azizlar, videomiz boshida bitta ma'lumot berib ketaylik. Bilasizlar, har bitta ekinni o'zini bir davlati bor-da. Masalan, bodring, uni vatani Hindiston, ya'ni issiq tropik mamlakatda ishlab chiqarilgan. Shuning uchun bodring issiqni yaxshi ko'radi. Buni ham ko'pchilik biladi. Endi bilmaganlarga bir ma'lumot. Endi melenni siz ko'chat qilish uchun urug'ini qachon tashladingiz? 15-dekabr kuni ko'chatni yerga o'tkazgansiz, to'g'rimi? Urug'ni. Urug'ni yerga tashlagansiz 15-dekabr kuni. Yanvarga tayyor rasadni bu yerga o'tkazganmiz. Yanvar qaysi sanasida? 15ga. 15-yanvarda ko'chat yerga ekilgan. Nechta ko'chat ekkansiz? 22 mingta. 22 mingta. Ba'zi bir videolarda kuzatamiz Firdaus aka. Qish kunida, balki salqinligini hisobga olib, 20 mingta ayrimlar. Endi to'g'ri, dehqon o'ziga qaraydi. Ayrimlar 20 mingta, ayrimlar 25 mingta. Mana siz 22 mingta. Shu haqida fikringiz qanaqa? Masalan, ko'p yoki kam ekish? To'g'ri, qishga ko'p kishi kam ekadi, lekin bizlar hisoblaymiz, chunki bizlar 3 talik pushta qilganmiz. Qanligimiz 640. Ko'rishingiz mumkin, pushta enli. Quyosh tegishi hammasi normalni. O'shaning uchun 22 mingta ekkanmiz. Bizlar qishga ham, yozga ham, masalan, yozga ko'p kishi ko'p ekadi-ku, quyosh yaxshi deb. O'shanga ham 22 mingtani ekamiz. Havo yaxshi aylanış hisobiga o'sha kiloni beradi. 24 mingtani falakdan yaxshiroq hosil beradi. Nechta olib ketasiz? Qachongacha hozir buni olib ketasiz? Xudo xohlasa mayning oxirigacha teramiz. Xo'p. Azizlar, qarang. Biz bugun video qilayotgan kunimiz 2-mart dedik videoning boshida. Demak, orada bizda necha kun o'tdi? 40 kundan sal ziyodroq vaqt o'tganda. Bugun lekin o'zi 40 kun bo'lganga hosil terishni boshladik. Birinchi terimiz biroz oldinroq bo'lgan edi. O'zi bugun 3-terimni teryapmiz. Xohlasa u boshdan boshlagan, ko'rasizlar. Tushunarli. Endi Firdaus aka, mana ko'chatni yerga o'tkazishni, ko'chat paytini aytdingiz. Endi sizga bitta savol bermoqchiman. Bodringni ko'chati 20-25 kunlarda tayyor bo'ladi, to'g'rimi? Qish kunida. Xo'p, ko'chat qilish paytida sug'orishingiz, nima oziqalar berasiz? Shu haqida ham bir ma'lumot bering. Aslamnoy 13-40-13 ko'chatlik paytida. Ko'chatlik paytida. Mana urug'ni tashladingiz. Tashlaganingizdan keyin birinchi nima ish qilasiz?
birinchi ochrat уже ekib bo'lgandan keyin birinchi ochrat ustiga yo'q kamasol. yo'q urug' tashlagan paytingizda ko'chatga tashlagan paytingizda birinchi nima ish qilasiz? Mana kasetaga urug'ni tashladingiz. Suv berasizmi yo oziqali suv berasizmi? Suvni o'zini beramiz. Aha. Ekib bo'lgandan keyin уже nami ahvol yaxshi bo'ladi. Уже nechtasi bo'lgandan keyin tomir dori beramiz. Kamasol Blestogon kombo firmani o'shani beramiz. Keyin bundan keyin ham bizlar в общем ko'chat unib chiqqandan keyin suvni o'zini bermaymiz. Nima bersak ham MPK beramizmi, magniy sulfat nima bersak ham ichiga kamasol qo'shib pastiyani beramiz. Kamasol bilan. Tomir sistemasini baquvvat qilib ham yoshligidan ko'p kishi o'zi melanni ko'p kishi virusga chidamaydi deydi. Bu nima desam, даже emlangan bodringlar ham virus bo'ladi. Yoshligidan immunitetni ko'tarib ketsangiz bu narsa bo'lmaydi. Chunki bizlar magniy nitrat, sulfat, magniy nitrat immunitetni ko'taradi. O'shaning hisobiga mana ko'rishingiz mumkin, virus unaqa kasalliklar yo'q bizlarda. Tushunarli. Endi Firdos aka ko'chatni holatini umumiy tushuntirib o'tdingiz. Demak, oziqa berasiz demak ko'chatlik paytida ham. Ya'ni u baquvvat bo'lishligi uchun, to'g'rimi? Immunitet baquvvat bo'lishligi uchun. Endi qarang, siz ko'chatni yerga o'tqazdingiz. O'tkazgandan keyin necha kundan keyin masalan oziqa berasiz va qaysi oziqalardan berasiz? Hozir ekish usulini ham aytsak, chunki ko'p kishi ekaydigan joyga chuqurcha qiladi-yu, joyini razmerini olib, suvni beradi. Bizlar bu ishni qilmaymiz. Ko'chatni qo'yib, tuproqni berib, quruq yerga ekamiz. Sababi afzallik tarafi suv bergandan keyin o'sha atrofini ko'mish kerak uni. U loy o'zi. Loyni qo'ygandan keyin o'sha tuproq qotib qoladi. Tushunarli. Quruq holiga ekib o'qisangiz, yana suv bersangiz, tomchilatib, yana yumshoq bo'ladi, tomir sistemasi yaxshi rivojlanadi. Ekkandan keyin birinchi o'chirib suvni o'zini beramiz bugun, ertagadan o'zi kamasol shularni berib kelamiz. Xo'p, kamasol deyapsiz. Ko'p azizlar ko'p kamasol so'zi qaytarildi. Kamasol bu tarkibida fulviy hamda gumi kislotasi ekstraktlarini saqlaydigan, bundan tashqari kaliy elementini saqlaydigan mineral o'g'it hisoblanadi. Firdos aka, uni sarf me'yorini ham aytib keting. Masalan, deylik 1 gektarga qancha suv ishlatasiz va o'sha suvingizga qancha o'zi aytgan kamasolingiz? Shu gektariga hozirgi endi sal havo issiqlik sababli ko'paytiryapmiz. Tonnasiga birinchi bor ana shu ekkandan keyin bu kuniga 2 litrdan qilib beramiz boshiga. Undan keyin 2,5 litr, keyin 3 litrgacha. 3 litrga to'xtatamiz, pastdan shuni. Keyin kamasol ko'p kishi tomir doriga kelganga tomir dorini boshiga bir bor berdim bo'ldi deydi. Chunki bu tomir har 15 kun 20 kunga yana yurg'izish kerak. Har 15-20 kunga beraversa, tomir yana yangi tomir bo'lib, bodringni rivojlanishi yaxshi bo'lib ketadi. Azizlar, shu joyda bir qo'shimcha ma'lumot berib ketay. Haqiqatan ham Firdos akamning gapini tasdiqlayman. Bodring ekini birinchi 20 kunda, ayniqsa kuchli ildiz tizimiga ega bo'lsa, kuchli ildiz tizimini o'ziga kashf qila olsa, o'shanda bodring juda ham baquvvat bo'lib ketadi. Ya'ni bu degani shu ildiz dorilarni bir martagina emas, Firdos akam aytganday har 10 kunda, 15 kunda doimiy berib borish kerak. Chunki bodringning ildizi baquvvat bo'ladigan bo'lsa, bodring shunchalik ko'p hosilga beradi va hosili ham shuncha sifatli bo'ladi. Juda to'g'ri. Insoniyatni o'zidan olsangiz ham, o'zingiz ham oyoq mustahkam bo'lsa, xohlagan joyingizga boraverasiz. Bu ham shunday. To'g'ri. Tomir sog'lom bo'lsa, qaysi oziqani bersangiz ham o'ziga yaxshi oladi. Keyin ham chiqarib bersa oziqa ishlashi yaxshi bo'ladi. Tushunarli.